Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024 yili 1-oyning 9-kuni payshanba men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qiladigan naq maydon videoni hozir boshlayman. Aslida buni shanba kuni qilatdim o'g'illikka. Erta juma kuni o'g'illik shanba kuni meni ishim chiqib qoldi. Videoni qilolmay qoldim. Şoňa sal baldır bolsunmu bigen qıpqı qardaşlar saqlap qalmasın dep bigen chiqishim. Bigen men so'zlaydigan 5 çoň mazmun bar. Uniki birinchisi ehtimal menlar xabar topdinglar. Hozir Los Angeles rayonidagi 5 yerda o't kuyuyotidy. 2 kundek bo'ldi o't boshlang'ili. Nayt qattiq bo'ron chiqib bu yerda sharqdan g'arbga qaragan yo'nalishda endi qattiq bo'ron chiqyapti. Saatiga ba'zi vaqtlarda soatlik tezligi 100 kilometrga beribdi bo'ronniki. Ashta bo'ron chiqib, shunlarning bir yerga o't boshlangan. Ondan keyin bu o't u yerga bu yerga tutishib, hozir Los Angeles rayonidagi 5 tak yerda o't kuyuyotidy. Bir necha yerlardagi xabarlarni ko'rib baqdim degan. O'tni hech qanday tizginlanmabdi. Tizginlash nisbati 0% deydi. Ashunday kuyuyotidy. Hozir qadar 5 tak odam o'lib ketibdi, shu o't ofati bilan. Ondan keyin Los Angeles rayoniga bo'lgan iqtisodiy ziyon 5 milliard dollardan oshib ketibdi endi. Nimaga Malibu degan bir yer bor, ehtimol sizlar kinolarda ko'rgan. Shu yerdagi o't eng dastlabda boshlandi dengizga yaqin yerda. U yerdagi uylar bak qimmat. U yerda 5 million dollarlarga keladigan uy bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman men. Uylarning hammasi undan yuqori. O'tgan bir qatim shu rayonlarda men ketib o'tib, hozir video olib Facebook chiqarib qo'ygan. Nayt qimmat uylar endi. 10 million dollarlik uydan 100 ko'ysa 1 milliard dollar bo'ladi degan gap endi. Ba'zi yerlarda uylar, maktablar, savdo saroylari hammasi tangal ko'p ketibdi. Tunugundan boshlab Hollywoodga yaqin bir yerda Sunset Boulevard degan bir cho'ng yo'l ko'cha bor. U bir donliq sayohat ko'chasi endi. Shu yerga yaqin yerga o'tib ketdi tunugun. Bu o'tmi biroz xatarliroq turyotdi. Nimishqa desanlar, u agar kengayib ketsa, donliq artistlar turadigan Beverly Hills degan rayonlar bor, shu yerlarga o'tib ketish mumkin. Bu rayonlarning alayiligi nayt ormanlık öylerimiz çoğun, her bir öyün igelge yerimiz çoğun, nayt kuyuk ormanlıkların içine yerleşken böyle. Ayta bu başka bu qattiq şamal bilen taşqa degili bek tez kengayib ketip, o qattiq boranda aeroplanı çötüp asmandan su ya başka o't o'chiradigan ximiyalik narsalarni tashlayanmagan ekan, o't nayt tez kengayib ketdi. Endi mendan nurg'un qarindoshlar hol so'rab xat mağdurupda ba'zida telefon qildi. Ularga javob berib qo'ydim. Mush o't ketgan rayonda yashayotgan Uyg'urlardan menimcha eng ko'p bo'lsa bir 100 oiladek Uyg'urlar bor bo'lishi mumkin. Uning bo'lmasi mumkin. Los Angeles naisi cho'ng nayi Amerika bo'yicha. New Yorkdan kelib qolsam 2-o'rinda turdi mening bilishimcha. Mush bir nayining o'zidalamkin 17 milyon adam var. 38 şehir var. Los Angeles şehri 38 şehriniki birisi. Biz turatkan şehri onun yeni birisi endi. Degendek. Şunun nayt çoğun bu nayının üzeri yeri bek keng. Aşta bu başka Uygurlarınki tarqılışı biraz tarqaq. Meniki az kadar bilişimce ot ketken yerlerinin üzerinde Uygurlar yok. Uygurlar bayağı da üzü kuyup bakmadı. Bazı Uygurlar gerçi hükümetin küçünlerde buyruk düşemeyen bolsa mı başka yerge ketip doğan Uygurlar var. Şu otka yıkırak yerde ama keyince böyle buyruk kep kalsa hiç taslaşıp kalmasın dep baldırak ketip kalgan Uygurlar var. Lekin bu ot apıda ziyan uçurgan Uygurlar yok. Biz mi hatırlayacağım bizimki üyümüz Los Angeles şehrindeki şimal tarafa doğru geldi. Los Angeles şehrinden bizim önü ağırlıkta bir tağ var. Bek igiz emas, lekin havadaki istiqlarini tutup duralaydigan tağ var endi. Aşta bu başka biz turatgan yerniki havasının intayin sap. Hech qanday is bir narsa bu kelmedi.
buniki shamolning yunishi bilan munosabatlik. Shamol bu sharqdan g'arb qarab mangan bo'lg'achqa biz tarafga u islom akam edi bizning bu yerda xotirjam. Ammo tok ketib qoldi, 2 kunda bo'ldi, tok ketib qoldi. Biz ko'chalarda hech qanday tok yo'q, qo'shnilarning uyida tok yo'q. Men o'yin olgan vaqtida men uylarning hammasiniki kun taxtasidan tok chiqaradigan, kun nuridan tok chiqaradigan taxtaylari bor edi. Men uni yana azroq qo'shib, andan keyin tokni saqlaydigan batareyani men olgan. Ashta boshqa hozir bu nimadan tor orqali network deydi endi. Mana shu nima elektrniki tok simlar orqali keladigan toklar uzilib qolgan vaqtida bizimki uyniki kun nuridan tok chiqargan taxtayda chiqargan tok bilan uyda tok bor, lekin batareya bo'lg'achqa kechisimi tok bor bo'ldi. Biz yuriq atrofimizga uylar qarang olib ketdi. Chiqib demoqchi o'g'lim bizning xotirjam bo'linglar. Los Angelesga Uyg'urlardan ichida hozir uy ko'p ketgan odamlar yo'q. Buni bir deb qo'ydim. Bu o't menga balki g'alati tuyuldi. Los Angelesda qish bo'lmaydi. Sizlar xabaringlarda bor. Mening hozir bu o'ylamda atirgullar, echiqliq hozir atirgullar bor. Bu yerda qor yog'maydi, muz to'lmaydi. Ammo muz to'lmagan bilan qish vaqti biroz sovuq bo'ldi. Taloga qiraq chapan kiyib chiqamiz endi. 12 yillarda o't ketgan ahvollarni burun esimda qolmabdi mening. Burun bu boqqanmi, bu boqqanmi. Bu qatim intayin g'alita. Faqatlan bir qattiq bo'ron chiqqanligi uchunlamkin mushtaq natijaga o't ketdi. O'zim bak g'alati his qilman bu ishni. Hozir qadar men xabarlarga diqqat qilib keldim, lekin bu o'tni birasi quyatdi degan xabarlar chiqmadi. Oldingi 3 yildan ortiqroq vaqtning ichida Amerikaga 12 milliondan ko'p odamlar qonunsiz kirdi chegaradan. Buning ichida 67 mingdan ortiq Xitoylarmi bor endi. Shu boshqa ishlar bo'lsa, har xil xiyollar keladi qallamga. Lekin hozir qadar televizor bu yerda hukumat nomidan bu o'tni bunday odamlar quyatdi degan narsalar xabar chiqmadi. Boshqa bu to'liqni mening boshqa narsa degim yo'q. Endi o'ylayman, Amerikaniki do'sti ko'p, dushmanlarim oz emas. Mushtaq vaqtda agar Amerikaga dushmanlik qilaman desa, intayin oson. Nurg'un yerlar bor, odamzot yo'q qat'iylamkin. Andan keyin mashinada mangsangiz hech kim ko'rmaydigan yerlar bor. Bir qutiga benzin qachilab, uni bir lotadan birini chilab, o't yiqiblam derazadan tashlab etib, yo'lingizga mingib olsangiz, bu o't birdamda kengayib ketadi. Bunda soatiga 100 kilometr minayotgan bo'ron bor yerda endi. Bu ishni qilmoq intayin oson aslida. Boshqa kallam orqali ishlar keldi, lekin hozir qadar hukumat tarafdan bu to'liq bir narsa demadi. Keyincha ehtimol ba'zi xabarlar chiqishi mumkin. Shu bu ishni mana shu deb qo'yay. Bugun so'ragan ikkinchi mazmun yana Suriyaniki ishi. Xabarlarda boshda qilib Asad yiqilib, Suriya hukumati qurilib, ularning armiyasi qurilib degandek ishlar bo'ldi yaqinda. Hozir Suriyadagi armiyalarni o'tganda maslaga degan ba'zi erishgan ma'lumotlarga qaragan chog'da 25 mingdek askarlar bu qatimki Suriya hukumatini ag'daritish harakatiga qatnashgan. Buning ichidagi 5 mingdek askar Uyg'ur askar endi. Hozir bu Asad hukumati ag'darilib, yangi hukumat qurilgandan keyin Suriya armiyasini shu asli hukumatga qarshi urush qilgan armiyalarni 5 diviziyaga ayiribdi. U 5 diviziyaniki birisiga bir Uyg'ur boshliq bo'libdi endi. Uyg'urning ismi Abdulaziz Davud Xudoberdi degan kishi ekan. Shu kishi bir diviziyaga boshliq bo'libdi. Bu xabarlarni xil ko'p tarqaldi, ehtimol xabar topgan bo'lishinglar mumkin. Bugun deydigan 3-mazmun, buni aytib qisqa shunaqasini deb qo'yay. Osiyada yashaydigan bir qarindishimiz 3-4 haftaning oldida Euro Project fondiga biroz pul yig'ini qilgan. Men o'tganki videoda bu gapni deyishni unutib qolibman. Shunga buni bugun to'xlab qo'yay dedim. Andan keyin bu Kalnur degan to'rbetining gapini deb kelyapman. Qiz yigitlarniki o'zaro tunishish to'rbeti. Men aslida bugun buni ko'rsatib qo'yman ekranda deb o'ylagandim. Hammasini tayyorlab qo'yib, ko'rsatadigan yana bir narsani akramabdiman. Shuni ko'rsatmagan bo'ldim. Kalnurniki eng ustida
Kalmar degan tor betini açsanglar bu İngilizce'de göründü, lekin en üstü o'ng qo'l tarafda bir necha katakchilar bor. Shulardan birini cheksanglar, uningki tilini tanlag'ili bo'ladi. 5 tak til bor u yerda. Uning ichida Uyg'urcha bor. Shunga inglizchani bilmaydigan qarindoshlar shu yerni chekib, anayt oson topmoq ekranning o'ng qo'l tarafidaroq, eng ustida. Hammasini bir qatim chekib olsanglar ko'rsizlar uni. Shunchada Uyg'urchasi bor. Shuni chekib Uyg'urcha nusxasidan foydalansanglar bo'ladi. Buni bir deb qo'ydim. Bugungi so'zlaydigan 4-chi mazmun Xitoy xabari. Yaqinda bo'layotgan bir ish Xitoyda Xi Jinping degan jallodniki yurti Sanshi o'lkasiniki Vinan degan bir shaharda intayin cho'ng ko'lamda namoyish bo'layotdi. Hozir to'xtadimki o'qimadim, Alloh kunlari bek kuchaygan bu namoyish. 50 mingdan ortiq odam chiqibdi. Bu namoyishni 2023-yil 1-oydan keyingi Xitoyda bo'lgan eng cho'ng namoyish deb da'vatidi analizchilar. Bu namoyish nima bo'ldi desanglar, o'sha yerdagi bir o'rta maktabniki bir o'quvchisi sinfidagi boshqalar bilan urush qilib ekan. Keyin bu o'rta maktabniki bolasi binodan tushib ketib o'libdi. Buni maktabdagilar uydagilarga degan vaqtida uydagilar men badnalarni tekshirib baqaman desa qat'iy yo'l qo'ymabdi, faqat yuzini ko'rsatibdi. Boshqa rasm tatli qo'ymabdi, video qilib qo'ymabdi, og'il qo'ymabdi, ish qilib zodi o'ziniki bolasiga nim bo'lganligini hukumat demabdi, yushiribdi butunlay. Ota-onasini besib degandek. U bolaniki gelida ancha-muncha zaxlangan yerlari bor ekan deydi. Bu bolalar urushgan yambir qolganlarniki boshlig'i, shu bolalarniki guruhining boshlig'idek bir bola. Şu yerdagi shaharning bir amaldorining bolasi ekan. Shu amaldorning bolasi nihoyat po'chilik qilib, men qo'rqmayman, u bu davjir urush o'jib shu kishilar analizlarning deyishicha derazadan ishtirayotgan bu bolani. Bir igiz o'qitish binosiniki derazasini ishtirayotgan, shunchib ketib o'lib ketgan, anadan ota-onasiga shularni to'liq bermagan ma'lumotlarni, nima bo'lgan bu bolaga degan narsani. Shunga bu gap tarqab ketib, shuning bilan shaharniki xalqqa qo'zg'ab ketibdi. 50 mingdan ko'proq odam namoyish chiqibdi. Shunga bu bir xabar bo'lyapti hozir. Endi Xitoyda shafaqalarni hammasi biladi. Bu bizning ishimizdagilar. Bunday nohaqchilik intayin eg'ir Xitoyda. Hech qanday adolat degan narsa yo'q bunday jihatlarda. Ma'lum endi shularniki bir misoli. Endi Xitoyniki ahvoli hozir intayin nachar. 2024-yili bo'lib o'tgan 2024-yildagi Xitoyniki umumdagi ahvoli qanday desanglar, to'nigidagi ishlar bor. Bu ishlar endi 2025-yilda davomlashadi. Hozir umumdagi ko'z qarash men anglayotgan. Xitoyniki cho'kishi misol davomlashib, oxiri kompartiya hukumatining oldilishi olib bordi, davatidi. Sababi nima desa, hozirgi yo'liqqan masalalarni hal qilish chorasi yo'q. Bir chorasiz ahvol. Yani 2024-yil mavjud bo'lgan birinchi ahvol Xitoy nüfusuniki kemayishi. Endi Xitoylar o'zini 1 milliard 400 million nüfusumuz bor deb ataydi. Bundan 2 yil burun Xitoyniki nüfusi unga bormaydi. Bu Xitoy virusi chiqqandan keyin najib odam o'lib ketdi. Nüfusi unga bormaydi. 800 yoki 900 million nüfusi bor Xitoyda degan gaplar o'tirib chiqqan. Endi bu gaplar hozir ham davomlashyapti. Xitoy nüfusi 1 million 400 million 1 million 1 milliard 400 million emas, 800 yoki 900 million degan bu ko'zqarash hozir ham davomlashyapti. Bu ikkinchi masala, bu bor nüfusuniki nihoyat cho'ng bir bo'liki qiyrilar. Pensiyaga chiqib bo'lgan odamlar. Bularniki soni shiddat bilan o'syapti. Endi xabarlarda bor kishilar pensiyaga chiqqandan keyin hukumatdan pensiya maoshi yashaydi endi, boshqa kirim bo'lmagandan keyin. Bu ahvol Xitoy hukumatiga iqtisodiy jihatdan intayin eg'ir besim solyapti. Ikkinchi xil ahvol. Uchinchi ahvol Uyg'ur Xitoyniki uy mulk bozorining vayron bo'lishi.
Uy mülkler vayron bo'ldi, nurg'un qurilishlar yarim yo'lda to'xtab qoldi. Sinib bo'lganlarni oldigan odam yo'q. Ashlan bilan uy mulki bozoriniki vayron bo'lish bilan Xitoyga intayin cho'ng iqtisodiy ziyon bo'ldi. Aslida Xitoyniki GDP'siniki 3dan 1 qismi uy mulki savdosidan keldi ekandik burun. Hozir bu butunlay to'xtadi degan gap. GDP degan davlatniki umumiylik iqtisodiy kirmayapti. 3dan 1 qismi uylardan keldi ekan. Hozir bu ishlar butunlay o'ldi. To'rtinchisi iqtisod tez suratda tuallab mangdi endi. Hozir hech qanday garchi Xitoy hukumati hozirmi yilliga 5% o'syotidi iqtisodimizda deyotgan bilan amaliyotda unday emas. Tez suratda tushyotidi. Ondan keyin paychak bozori, ishlab chiqarish, ondan keyin eksport qilish jihatdagi ishlarning hammasi shiddatli tuallab menyotidi. Beshinchisi yerlik hukumat intayin ig'ir qarz bo'lib ketdi hozir. Hamma yerlarda shu pul yo'q. Ashundaq bir ahvolga tushib qoldi. Andiki bu ahvoldan qutulish yo'li yo'q. Hozir endi markaziy hukumatmi shu qarzning ishi pul yo'q sababidan yaqinda Xi Jinping degan jallod yana chiriklikni tozalash shuarini kuchab o'tirib qo'yilyotdi. Yaqinda Jungjiwei deydi, markaziy tuzum komitetiniki 4-umumiy yig'ini bo'ldi. Ashadimi Xi Jinping degan jallod chiriklikka qarshi kurashni buniki mutlaqo kuchaytiramiz, almashtiramiz deyotdi. Hozir hukumatniki puli qolmay, pulni hal qiladigan yer qolmay, shuning bilan burun chiriklik qilib uyga pulni dugilib olgan amaldorlarniki pulini qaytarib akilish mushtaq bir yo'lni tutyapti hozir. Oltinchisi chet el mablag'iniki Xitoydan chiqib ketishi. Hozir nurg'un shirkatlar bu qisqagan mablag'larning hammasini pulga aylantirib, pullarni Xitoydan olib chiqyapti sirtqa. Nihoyatda cho'ng to'lqin bo'lyapti bu ish. Yettinchisi Xitoyniki chet ellar bilan pul almashtirish ishlariga ishlatiladigan puli hozir asosan nolga berib qoldi. Hech qanday g'aznisida pul yo'q bu jihatga ishlatiladigan. Chet el bilan bo'lgan iqtisodiy aloqaga ishlatiladigan puli. Ani 8-si Xitoydagi nima? İşsizlik intayin ig'ir bo'lib ketdi hozir. Xitoyda har yili 4 milliondek o'quvchi oliy maktablarni bitirdi ekan. Oliy maktab, magistrlik, doktorlik deganlarni. Bularniki 4 million odam ichida ishga urisha oladiganlar aran 20% atrofida. Qolganlari shu ishsizlar qo'shiniga qo'shilib mangdi ekan endi. Boshqa boshqa o'tgan yilgi ahvol, 2024-yilgi ahvol. Bu jihatga ishlarni ig'ir bo'lyapti. Yana bir ahvol Xitoydagi Xi Jinping degan jallod texchilik o'ziga bir izbosar tanlamadi. Buni hozir hech kim bilmaydi. Xi Jinping kelsa o'rniga kim chiqadi degan. Shunga kishilar mushtaq ketaversa ahvol. Xi Jinping ketgan vaqtida Xitoy Kompartiya hukumatining o'zi bilib ketadi deydi. Ya'ni Xi Jinping o'lsa Xitoy Kompartiya hukumatining tang o'ladi deb ishonyapti. Yaqinda analizlarniki shunday gaplari biroz ko'payib qoldi. Agar shunday bo'lib qolsa, bu biz uchun bir xush xabar bo'ladi. Endi shu soatdagi yana bir cho'ng ish hozirmi huquq kurashi jiddiy davomlashyapti markaziy hukumatning ichida. Endi Xi Jinpingniki amaldorlarni tutishimi to'xtamay davomlashyapti. Butun amaldorlar dak-dik ishida yashaydigan bo'lib qoldi Xitoyda. Kimning tutilganligini bilinmaydi degandek bo'lib ketyapti. Bugun so'zlaydigan 5-mazmun Amerika va dunyo xabari. Nima birinchi oyniki 4-kuni Amerikaniki hozirgi prezidenti Biden 19 odamga prezidentlik erkinlik medali berdi. 19 odamga. Bu medal aslida nimedeki Amerikadaki şu ma'muriy xodimlarning ichidagi
to'pisi eng cho'ng odamlarni mukofotlash yuzidan o'tirib chiqargan bir mukofot. Buni oldirgan kishilar cho'qim Amerikaniki gulnishi, Amerikaniki qimmat qarashiniki yaxshilanishi, Amerikaniki bexatarligi, dunyo bexatarligi va boshqa cho'ng ijtimoiy, ommaviy va xususiy sohalarda cho'ng to'p qo'shgan odamlar bo'lishi kerak degan sharti bor ekan bu mukofotni beradigan oldigan odamlarga qo'yilgan shart. Endi mana 19 odamning ichida George Soros degan odam bor. Buni bir qism Uyg'ur ziyolilardan biladi. George Soros degan u bir Yahudi. Hozir dunyoni buzish yo'nalishida eng ko'p ish qilayotgan odam shu. Bu odam ayni vaqtlarda Angliyada shu paychak bozori to'lab minib ketishdan sal boldurroq 1 milliard dollardek paychakni setib etib, bu o'zida yo'q paychakni setib etib, ashton bilan bu paychak bozori intan tushib ketgandan keyin ashtondan intan jiq pul topgan bu odam. Shuningdan keyin shu dunyoda bo'layotgan eski ishlarga mablag' solish jihatdan shu odamning qo'li bor, davomli qo'li bor. Buni birinchi darajalik dunyoniki buzg'unchisi deb ataydi hozir. Bu qatim Bayden shu odamga erkinlik medalini beribdi. İkinci erkinlik medalini olgan yana bir odam Hillary Clinton. Onun bilisizlar ayol yana bir Clinton'niki ayol lekin nimalar oldingi qatim 2016-yili Trump bilan prezidentlik talashgan. Bu xonimniki bu nayti sesiq nomi bor. Qaysi jihatdan deganda 2016-yilda paydo bo'lgan narsalar hukumat ishlariga shaxsiy el-xat sandig'ini ishlatib, keyin buni pashib qilib tekshiramiz desa, butun kompyuter, telefonlarini bo'lqilab urib chiqib yo'q qilayotgan ahvollar bor. Aslında nurg'un eski ishlar bor bularniki, bu Arxutun ishkilasiniki. Amerikaniki nachalashiga qo'shgan to'pisi xil zo'r bularniki. Masalan, iri Clinton Xitoyga eng e'tibor berilgan davlat salohiyatini berib, Xitoyni samirtatgan iqtisodiy jihatdan Clintonniki to'pisi pek cho'ng bu jihatda. Mushu ayoli Clintonga bu qadam erkinlik medalini beribdi. Anikin Liz Cheney degan yana bir ayol bor. Bu ayol kichik Bush prezident bo'lgan vaqtida muavin prezident bo'lgan Dick Cheney'niki qizi. O'zi jumuriyatchi, lekin butun ishlarda demokratchilar tarafda turdi bu ayol. Shu oldingi natijalar ichida Trump'ni turmush quramiz deb eng kuchlab ish qilgan kishilarniki birisi shu. Bu ayolga bu qatim erkinlik medalini beribdi. Shuning bilan erkinlik medalniki aslida nimaga vakillik qilganligi, bu jihatdagi xarakteri biroz o'zgarib ketdi mush ishlar bilan. Ajoyib ishlar bo'lyapti Amerikada. Yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish, Amerikaniki sobiq prezidenti Carter o'lib ketdi. 100 yoshga kirib ekan. Amerika prezidentlari ichida eng uzun yashagan nima kishi shu ekan. 100 yoshga kirib ketdi. Bu kishi naydi dindor kishi, dini intan kuchli xristian dini endi. Dinga qarshi ulkachilik dinga bak ishlangan chin tug'an bir odam, oq ko'ngil. Lekin bu prezidentniki Amerika prezidentlari ichidagi eng qobiliyati yo'q. Nurg'un eski ishlarni qilgan kishiniki birisi shu. Amerika tarixida hozir kishilar ikki prezidentni eng nachar prezident deb ataydi. Birisi shu Carter, yana birisi Obama. Obama Amerikaniki ideologiya sohasini intan qattiq buzvatdi. Bu Amerikani sotsializm yo'liga boshlab rasmiy bu ishlarni aytchiq buzvatgan. Bu ikkisini tarixdagi eng nachar prezident deb ataydi. Askeri bu ikki prezidentning har ikkisi Nobel tinchlik mukofotiga erishgan ayni vaqtda. Ondan keyin nurg'un kishilar nima bilan Xitoy bilan Amerikaniki diplomatik munosabat o'rnatishiga to'p qo'shgan prezident
Nixon deb o'ylaydi. Nixon bilan Kissinger o'sha tashqi ishlar ministri endi. Emniyat u emas. Bu Xitoy bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatgan kishi shu Jim Carter degan odam. Bu odam 1979 yili 1-ayning 31-kuni Deng Xiaoping bilan birga bir kelishimga imzo qo'yib diplomatik munosabat o'rnatgan. Bu kishi o'ziniki bayroqlar to'pisi Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatish deb maqtanib keldi hozir qadar. Amaliyotda hozir qarab qaraganda bo'lsak, Amerikaniki Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgani Amerika tarixidagi bir intayin cho'ng xatolik. Hozir Amerikaga eng cho'ng baloyi ofatni akagan narsaniki birimiz shu. Amaliyotda asosligimiz shu. Bugun Amerikada shu Jim Carter'niki dafni murosimi bo'yotdi. Shuning bilan paychoq bozorlarini itigilik bo'lgan. Hozir shu bugun bir kun shu faoliyat bo'yotdi hozir. Poytaxtda DC'da. Nima Amerikaniki ma'rif ministri, ma'rif ministri nima shu Carter qurgan ekan. Undan burun Amerikada ma'rif ministri yo'q. Xabarlarda bor o'tgan dedim. Trump buni amaldan qoldirib o'tmoqchi bu qatim. O'qib chiqqandan keyin bu ma'rif ministridan Obama foydalanib ketdi. Butun maktablarda bolalarga singdirgan ideologiyani butunlay o'zgartirib bu kommunizm, sotsializm ideyalarini singdirib, ondan keyin qartaliklarni aslida oqtaliklardan baravar qilaman deb qo'yib, amaliyotda oqtaliklarni ustiga chiqarib qo'yib degandek ajoyib ishlar bo'lib ketdi. Shu ma'rif ministrliginiki roli bak cho'ng buningda. Ondan keyin shu Carter vaqtida Amerikaning iqtisodi Ikkinchi dunyo urushidan keyingi eng tuvan saviyaga tushib qolgan ekan. Iqtisod bak tushib ketdi ekan. Yaqini bo'lgan yana bir ish 1-ayning 6-kuni Trumpniki prezidentligi jazmlashdi. Amerikaning rasmiyati bor. Saylovlar tugagandan keyin uni rasmiy jazmlashtirish kerak. Shu xabarlarda bo'lsa 2020-yili 1-ayning 6-kunidagi prezidentni jazmlashtirish yig'ini bo'lgan kunisi Amerikaning poytaxti Washington DC'da cho'ng namoyish bo'lib, bu namoyishlar nimaga Oqsaroylarga bosib kirib, nurg'un ishlar bo'lib ketib, bu ishlarniki jiddiy davomi toki yaqingacha davomlashdi endi. Trumpni turmuslaymiz deb. Bu yil 1-ayning 6-kuni Trumpniki prezidentligi muqimlashdi. Shu Trumpning muqimlashishi bo'lib bo'lgandan keyin Trump bir muxbirlar yig'ini ichib, o'ziniki bundagi nima ishlarni qilganligi to'g'riliq bir qism planlarni o'tirib qo'ydi. Nihoyatda kuchli planlar endi. Buning ichida men o'tgan qatim degan bir necha ahvollar bor. Masalan, Greenlandni Amerikaga qo'shib olish. Aslida bu chaqchaqmiki deb o'ylagan hozir Trump rasmiy bu ishga tutish qilyotdi. Trumpniki o'g'li oldingi kunisi Greenlandga ziyoratga berib keldi. Trumpning o'zining berish plani bor ekan. Hozirgi chiqayotgan xabarlarda Greenlanddagi xalq o'ziniki Amerikaniki bir shtati bo'lib ketishini xohlaydi ekan. Hozir umumyuzlik kishilar hayajonga cho'mib ketibdi u yerda. Greenlanddagi nüfusi 50 mingdek nüfusi bor ekan. 50 mingdek nüfusi bor ekan. Shunga bu jihatga ishlar qiziq bo'lyapti hozir. Qiziq bo'lyapti. Shunga keyinchi Amerikalik bo'ladigan qarindoshlarning bir qismi hozircha shu Greenlandga ko'chib bermasdan ham bo'ladi. Amerikaga qo'shib ketib qolsa sizlarmi tabiiy holda Amerikalik bo'lib ketasizlar. Bu gaplar hali kuchli bo'lyapti hozir. Ondan keyin Trumpniki bu qatim ta'kidlagan narsa shu Panama qonunining boshqarish huquqini qaytarib olish.
buni küçük oturup qo'yatidi. Bu to'g'rilikni tadbir yapmamoqchi bundan keyin. Sizlarga o'tganda tushuntirganimdek, bu Panama qonunini Amerika yasab, Panamaga o'tkazib bersa, hozir ular uni boshqarish huquqi Xitoyning qo'liga o'tib ketgan. Shunga hozir Amerikaniki parxotlari u yerdan o'tmoqchi bo'lsa, Xitoydan ruxsat olib o'tadigan holat kelib qolganda, bulutmi harbiy parxotlari bu yerdan o'tish kerak endi. Hatto boshqa ig'ir masala bor bu yerda. Yana birisi Trump o'tirib qo'ygan narsa Meksiko bo'g'ozi deb dengiz bo'g'ozi bor endi. Tayvan bo'g'ozi degan o'xshash. Meksiko bo'g'ozi deganni Amerika bo'g'oziga o'zgartiraman dedi Trump. Gulf of America deb o'zgartiraman deb. Buni bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Hozir endi yana bir narsa Trumpning yeni davatgan narsa Kanadani Amerikaniki 51 shtat qilish. Bu gap dastlabda chaqchaqmikin degan, hozir bu gaplarni xil kuchayyotdi. Kanadadagi kishilarniki ko'pinchisi 51 shtati bo'lsak yaxshi deb o'ylaydi ekan, bu xabarlarga chiqayotgan narsalarga qaragan chog'da. Shunga bu gapni aytib kuchayyotdi hozir. Keyin shu munosabatlar bilan o'tganda Justin Trudeau, Kanadadagi bosh ministri Trumpniki uyiga berib, Floridadagi ko'rishib kelgan. Trump agar chegirni aytmasang, Kanadadan Amerikaga kiradigan zararli chekim, fentanyl degan zararli chekim va qonunsiz ko'chmanlarni to'smasang, Kanadadan kiradigan molga 25% boj qo'shaman degandan Justin Trudeau darhol uchib kelib Trump bilan ko'rishib qilib ketgan shu chog'da Kanadani Amerikaning 51 shtati qilish degan gap o'tirib chiqqan endi. Qaytib bo'lgandan keyin bu Trudeauga bo'lgan xalqning noroziligi bak kuchli. Norozilik bo'lishida bu nimaga Amerikaga bosh ekanligi uchun emas, Kanadani bak nacharlashtirayotganligi uchun. Kanadami intayin bir solchi davlatga aylanib hozir nurg'un ishlarni buzish qarab minib aytaq bo'g'iltiribdi endi shu Justin bosh ministr bo'lgan vaqtida nupusining 30%da Xitoy bo'ldi deb anladim men. Bu rasmiy raqamni o'qimayman. 30%, Kanadaning 30% nupusi Xitoy deb anladim. Ashta boshqa Xitoylar nima? Kanada fuqarolariniki Justinga bo'lgan noroziligi intayin kuchli ekan. Shuningki ta'siri bilan yaqinda Justin Trudeau o'ziniki bosh ministerlik huquqidan istiqo berdi. Bu dunyoda bir cho'ng xabar bo'ldi. Hozir shuning bilan bu Amerikaga yangi shtatlarni qo'shib o'tish, yangi yerlarni qo'shib o'tish gaplarini chaqchaq aralash ko'p bo'lyotdi. Masalan, ba'zida Kanada Amerikaning 51 shtati, Greenland 52 shtati, Meksiko 53 shtati va Tayvan 54 shtati bo'lsa degan gaplarni o'tirish qilyapti. Ba'zilar chaqchaq Tayvanning gapi masalan. Chiqilib yaqinda xalqaro bo'layotgan cho'ng paranglarniki birisi shu endi. Bu qandaqdir Amerikaniki zamin kengaymichilik harakati emas, uni deb o'ylab qolmanglar. Dunyoda Amerikaniki bir shtati bo'lsam degan davlatlardan ko'pga Amerika olmay ekan ularni, qo'shmay ekan. Hargiz Amerika xalqlarini qurolliq besib turib bizga shtat bo'lgan ish yo'q-ku. Masalan, tashqi Mongoliyami xil burunlam Amerikaga qo'shib kelsak degan talabni o'tirib qo'ygan ekan. Andiki Janubiy Amerikada ham jiqgan bunaqa davlatlar. Amerikaning bir shtat bo'lib kelsak degan. Lekin Amerika bundan narsa qiziqmaydi. Hozirgi bu Kanada, Greenland bu andan nima Kanada, Greenland, andan Panama kanali. Bu yerlarga Amerikaning qiziqib qolishi Amerikaniki bexatarligi va dunyoning bexatarligi. U yerlarni Xitoylik egallab ketayotgan bo'lgani uchun hozir endi Trump ko'rib bu ahvolni, agar mushtaq ketaversa, dunyo boshqa bir narsaga o'zib ketadi ekan deb, shunga oldini olaylik deb mashlar tutish qilyotdi. Endi bu ishlarni albatta degandek, burungi Amerikaning prezidentlari o'tkazgan xatoliklarning tufaylidan dunyo va Amerika mushtaq kelib qoldi hozir.
Trump'ni o'xshayman deyotdi. Bu jihatda nima Elon Muskniki ko'z qarashim o'xshash. Men o'zimniki ko'nglida bir cho'nqur tushuncha bor. U nima degan chog'da Trump va Elon Musk bo'la haqiqiy insoniyatga ko'ngil bilish nuqtasidan bir qism ishlarni qilyotdi. Bularniki pul bu narsalarga ancha qiziqishi yo'q. Lekin ishlar qilyotdi deb o'ylayman. Unda ishlar qilmaganda dunyo haqiqatanmi buzish qarab mangan. Biz bunda tasavvur qilib baksak o'qimiz. Amerika yo'q, dunyo qanday bir dunyo bo'ladi deb o'ylasak ham hamisha ko'ra olamiz. Shunga Amerikadagi bir davlatniki kuchli holatda turib dunyoni idora qilib tug'ini bu insoniyat uchun foydali deb o'ylayman. Yaqinda bo'lgan yana bir ish boshqatim 1-6 keyingi muxbirlar yig'inida Trump yana bir gapni dedi. U nima desanglar, Hamas guruhiga bir ogohlantirish berdi. Hamas guruhining qo'lida bir qism guruhga olgan kishilar bor ekan. Amerika grajdonlari bor, isroilliklar bor. Men 1-20 kunni huquqqa o'tirishdan burun guruhga olgan odamlarni quyitish kerak deydi Hamasni. Agar quyatmasa, men taxtga chiqqandan kundan boshlab o'tirish sharqda do'zax boshlanadi degandek gapni dedi. Herhalde tahdid soldi Hamasga Trump. Shu odamlarni quyitish kerak men huquqni taxtga chiqishdan burun deb. Yana bir o'zgarish Facebook'niki quruvchisi Zuckerberg degan kishi aslida Facebook'da bir bağlash gruppasi bor ekan, 30 kishilik bağlash gruppasi. Bu Facebook chiqqan narsalarning mazmunini tekshirib, o'zlari burun muvofiq emas degan narsalarni o'chirib ashna qildi ekandiq yoki xalqning hisobini taqab degandek. Zuckerberg bu guruhni amaldan qoldiryapti. Qoldirib bu jihat ishlarni Twitter bilan o'xshash qilgan bir siyosatni chiqardi. Bu Facebook Zuckerberg uchun bir cho'ng o'zgarish. 180 gradus burilish endi. Ayni vaqtda Trumpning hisobini taqab xalqlarni masalan jinsiy insonlarniki jinsi haqida gap qilib qo'ymay unda gaplarni butunlay o'chirib degandek ashlarni qilgan. Bundan keyin Facebookda insonlarniki jinsi haqida, ayol haqida gap qismi bo'ladi degan narsani e'lon qildi. Ondan keyin Zuckerberg yana Trump bilan birlashib Yevropaga besim ishiltish qatorliq narsalarni o'tirib qo'yibdi. Amerikaning prezident Trumpniki huquqda o'tirish murosimiga 1-23 kunlik murosimiga Facebook $1 million pul chiqardi o'tgan sanaga degandim. Shunday qilib bugun so'zlaydigan mazmunlar amsi shu ko'ringanidek xabarlar burun qaradi sal ozroq ma'lumotda bo'libmi vatan to'g'riliq yaqinda boshqa xabarlar chiqmadi. Hozir nurg'un kishilar intayin qattiq o'ynash ichida mana shu bizniki Uyg'ur millati zodi biz qaysi darajada bir millat bo'lib shakllanib bo'lgan. Nimishqa hozirgidek Uyg'urlar eg'ir kunga qolgan vaqtida chet eldagi butun Uyg'urlar Yevropa millatlaridek, masalan Yahudilardek, Germanliklardek, Yaponliklardek o'z vatani, o'z xalqini qutqizish yo'lida bir cho'ng birlik hisob tuzib, o'ziniki borlig'ini atab o'tirib chiqolmaymiz deb o'ylayapman. Hozir nurg'un kishilar o'ylayapti, men shunday o'ylayapman. Bu jihatlarda keyincha yana bir qism bizani o'ylaganlar o'tirib qo'yishi mumkin. Ishqilib o'tganda men deb qo'ydim, hozir bizga bayram emas deb vahshiy bo'lgani Uyg'ur millatiniki yerimidek g'oyib bo'lib ketdi. Shu oldingi 7-8 yil ichida. Ashundoq turib hozirgi Uyg'urlarniki yashash holatini ko'rsa, hech kim bo'lmagandek
bu işler intayın tizlamkin normalleşip ketyapti. Şuna bu to'g'riliq adam o'ylanmay turamaydi. Biz zaten qandaq millat? Bizde Yevropalik xalq seçtiğin çağda nimik ham. Yahudi, Germanlık, Yapık xalq seçtiğin çağda nimik ham. Onu qandaq qilib to'liqlay olamiz. Xitoy hozir nima ish qilyotdi Uyg'urlar haqida ustida. Xitoylarniki Uyg'urlarni yo'qotish yo'ldagi tadbirlari, taktikalari to'xtab qolgani yo'q, davomlashyotdi. Lekin Uyg'urlarniki bu vaqtgi ishlarga diqqat qilishi burungi qaraganda ojizlab ketyapti hozir. Shunga bu ish hamadan uyg'unsilish kerak. Endi davomli bu jihatda Xudoyim birisi fikr almashtirib izlanib qilamiz. Bu demese kelar qatim ko'rishishcha omon bo'linglar. Albatta deganimdek bu haftalik programmani sal baldirsh qilib qoldim. Kelar qatimdan boshlab normal vaqt chiqaraman. Bu demese xo'sh Xudoyim omonat, yana qatim ko'rishishcha omon bo'linglar.